Maktabda qalay o'qiyapsiz o'g'lim? Zo'r. Matematikadan yaxshimisiz? Ha. 3 kar 3 nechi? 3 kar 3 60. 5 kara 5chi? 45. 8 kara 10chi? 8 kara 10 160. 8 kara 10 160. 7 kara 3 nechi bo'ladi? 7 kara 3 35. Молодец. Sizni kim o'qityapti? Qaysi ustozingiz o'qityapti? Mahliyo. Mahliyo ustozlarga o'qityaptimi? Ha. Zo'r o'qitar ekan-a? Ha. Hozirda mana 1-sinfni bitirdingiz. Endi 2-sinfga o'taman deyapsiz. 2 sinfda bo'ldim. Karrani zo'r bilasiz ekan-da siz. Ha.